Allo, assalomu alaykum. Bugungi tug'ilgan kun egasi marhaba opamiz bilan Alaykum bog'landikmi? assalom. Opajonim, yaxshimisiz? Sog'-u salomatmisiz? Ha, yaxshiman. Sizmisiz? Alhamdulillah, yaxshimiz opajonim. Sizni ayni damda tug'ilgan kun tabriklari loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Rahmat. Salomat bo'ling opajonim. Avvalambor bugungi ajoyib kun. Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz qarshi olgan yana bir bahoringiz bilan samimiy muborakbod etamiz. Rahmat. Salomat bo'ling, qarshi olgan yoshingizga ko'p bora yoshlar qo'shilsin deb qolamiz. Unutilmas go'zal ayyomingiz munosabatiyle bizning qo'ng'iroq loyihamizga yaqinlaringiz ishtirok etib, o'zlarining judayam chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalarini yo'llab qolishgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, ushbu samimiy insonlar sizni juda ham yaxshi ko'rib, boringizga shukurlar deya ta'rif bergan mehribonlaringiz orasidan aynan qay birlari bo'lishlari mumkin? Meni bolalarim. Men shunaqa yaqinlarim, shunaqa mehribonlarim ko'p. Hammalarini Opajonim, bizning tug'ilgan kun tabriklari loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini va hurmat qilishlarini takror aytib o'tgan mehriboningiz qizingiz Mohiraxon tomonidan yetib kelgan ekan. Maşallah meni bolam. Umrlaringiz jonim bolam. Ilohim opajonim, aytganingiz kelsin. Endi ijozat bersangiz, ular tomonidan yetib kelgan samimiy tilnomalarni siz tomon o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Umringiz uzun bo'lsin. Hamma eshitib turibdi. Meni bir oy bolalarim eshitib turishibdi. Rahmat opajonim. Qizalog'ingiz maktubni mening go'l yuzli onajonimga qalb so'zlarim deb nomlagan ekanlar. Tayyormisiz qabul qilishga? Yashang, umringiz uzun bo'lsin. Meni bolalarim umrlari uzun bo'lsin. Rahmat onajonim, aytganingiz kelsin. Bo'lmasam boshladik. Shodliklarim sig'may ketar tanamga. Boylam deya kirib kelsa xonamga, farishtaga o'xshar edingman aslida, farishtalar o'xshar mening onajonimga. Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakatuh. Onajonim, eng go'zal mehr sohibasi qadrligim, ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin volidam. Boringizga shukur. Hammaga faqat yaxshiliklarni tilab yurasiz. Yomonlikni esa yuragingizga sig'dira olmaysiz. Bizga mehr, sabr va duolaringizni hadya qilib, umr yo'lingizni faqat boshqalarni baxtli qilishga sarflabsiz. Betob bo'lsak, ko'zlaringizdan uyqu qochgan, ko'nglimiz xira bo'lsa, yuragingiz bezovta bo'lgan, bunchalar ham pok qalbli, mehribon ayolsiz onajon. Qalbimdagi hislarimni so'zlarim bilan ifoda qilib bera olmayman, lekin bir narsani aytishim kerak. Sizni juda yaxshi ko'raman, onajon. Sizning hayotingiz sabr va mehrning eng go'zal timsoli. Sizning har bir so'zingiz, har bir nazaringiz, har bir duoyingiz mening yo'limdagi eng katta tayanchim, eng ishonchli qalqonimdir. Sizga har safar qaraganimda ko'nglimdan bir narsa o'tadi. Qanday qilib bu mehrni, yuksak sabrni, bu cheksiz fidoyilikni bir inson qalbiga sig'dirish mumkin degan so'zlar. Mashaqqatli ammo faxrli yillar, duo va muhabbat bilan to'lgan umr, farzandlar baxti uchun kechgan tunlar, tinimsiz mehnatlar va Alloh ne'matiga aylangan eng go'zal yillari. Sizdagi insonni ona deb atash har bir farzandingiz uchun sharaf. Siz bor ekansiz, qalbda orom, umr yo'llarimizda tinchlik, amallarimizda mehr bo'ladi. Dunyodagi eng katta boyligim sizning duolaringiz onajon. Siz duo qilsangiz yo'limiz ochiladi, siz xursand bo'lsangiz bizga butun dunyo kulib qaraydi.
Go'zalim, sizni yana bir bora qutlug' yoshingiz bilan chin dildan tabriklayman. Umringiz uzoq, sog'ligingiz mustahkam, farzandlaringizning baxtiga doimo sog'-omon bo'lib yuring. Biz esa sizga shunday mehr, shunday ehtirom ko'rsatishga harakat qilamizki, o'zingizning barcha orzularingizga erishib, doimo quvonch va shodliklarda yurasiz. Mehribonim, yana bir bahoringiz muborak bo'lsin. Jannat hidli onajonim, sizni yuragimdan yaxshi ko'raman. O'zingizni ehtiyot qiling deya, mana shunday chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalarga qizalog'ingiz yakun yasashgan ekan opajonim. Maşallah, meni bolamga maşallah. Umringiz uzun bo'lsin, sizni ham sababchi bo'lgansiz meni tabriklagan bolajonim, umrlaringiz uzun bo'lsin. Jonim bolamning ko'zdan nazardan istagan Alloh. Bolajonim umrlarini uzun qilgan, xotin qo'sha qilsin. O'g'limlar bilan Alloh umrlarini oxirigacha rohatda, farog'atda yashasa meni bolajonimni ko'z nazardan istagan. Amina, Oysam Alloh o'zi yasragan. Umrlari uzun bo'lsin, baxtimga sog' bo'lsin. Doim ko'zlari kulib tursin, yuzlari yorug' bo'lsin jonim bolam. Ilohim. Umrlari uzun bo'lsin. Xonadonda doim yaxshilik bo'lsin, jonim bolam ko'chadan kirib kelganida ko'zlarim quvonib tushsin. Meni ko'rganimda ko'zlarim quvonsin, jonim bolam. Alloh asrasin barcha bolalarimni, barchalarni Allohning himoyasida asrasin, jonim bolamni ko'zdan nazardan asrasin. Menga nimani maqsad qilib, nima niyatda meni shunday xursand qilishgan bo'lsa, Alloh bilan xursand qilsin. Sababchilarning dinazim bo'lsin. Alloh ishlayina bardavom bo'lsin, rivojli bo'lsin. Allohim himoyasida yuring. Hammani xursand qilishda xizmat qilgan ekansizlar. Alloh sizlarga kuch, quvvat, aql-idrok, ilm Rabbuni ato etsin. Alloh ato etuvchidir. Alloh hammadan rozi bo'lsin. Meni bolajonimdan ham, meni Mohiramni, Oyshamni, Ominamni, Muhammad o'g'limlarni Alloh o'zi ko'zdan nazardan asragan. O'g'limlarni topganlariga baraka bersin. Yana xonadonlardagi ota-onalarning umrlari uzun bo'lsin. Shunchalik chiroyli xizmat qilib turibdilar. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ularni doim rozi bilan o'lib yursinlar. O'sha joyda yayrab yashasinlar. Uylar buyur nasib qilsin. Kelganlarda ko'zlari quvonsin doim. Allohim baxtli, iqbolli bo'lsinlar. Allohim o'zi himoyasida bo'lsinlar. Allohim o'g'limlarga sahiy, aqiy, g'aniy boyliklarni Alloh o'zi ato etsin. Alloh men uchun shunchalik e'tibor qildilar. Alloh ularga nazar solsin. Ko'z nazardan asrasin. Ilohim opajonim, aytganingiz kelsin, salomat bo'ling. Hamisha mana shunday mehr oqibatlaringizga aslo ko'z nazarlar tegmasin. Shirin tashvishlaru baxtli lahzalar hech qachon tark etmasin. Yaqinlar, oila a'zolari uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni tinglab turganingiz uchun tashakkur. Xayr, sog' va salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi kayfiyatlarda davom ettiring opajonim. Rahmat sizga ham. Omon bo'ling. Xo'p bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling, xo'p.